Anjom magazinida oldidagi 2 etajli legendarniy kottejlarni bilmagan odam bo'lmasa kerak. Sherzodbek domda yashab yuruvdingiz. Men sizga bugun orzungizdagi kottejni topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga manfaatli bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, podvali bilan 3 etaj, 10 ta xona tayyor kirib yashashga gaz, svet, suv, kanalizatsiyani bu yerda gapirmasa ham bo'ladi. Chunki hamma yo'q, joy-joyida. 2 ta mashinaga joy deysizmi? Zelyonniy zonalar deysizmi? Hamma narsa shu joyda. Undan tashqari ko'rib turibsiz, archalar zominda oldida yashayotgandek bo'lasiz. Bog'cha deysizmi? Oziq-ovqat do'kon deysizmi yoki masjid deysizmi? Hammasi bir qadam. Wi-Fi'lar, konditsionerlar, uyimizda 4 ta sanuzel bor. Katta odamlar uchun alohida joylar qilingan. Ichki zelyonniy zonalari ham sizga yoqishi aniq. Shunday chiroyli uyimizni narxini 210 ming baholaganmiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, barakasiga ozgina o't beradi. Notariusga hujjatlari tayyor. Shunday uyda, toza havoda, yaxshi qo'shnilar bilan yashashga nima yetsin? Biz Telegram kanalimizda lokatsiya qoldiramiz. To'la manzili Andijon tuman Oqyorda, Anjom magazinida oldida, svetoforda oldidan kirganingizda birinchi uy, atrofi to'la archa, ichlari zarparcha deydimi? Xuddi shunday narsa albatta obuna bo'lib qo'ying. Bunaqa uylarni premiumdan topasiz.